Ochig'ini aytaman, hozirgi ko'radigan uyimizni sotiladigan odamga rosa havasim kelyapti. Uyimiz shunaqa sifatli qurilgan, lokatsiyasi ham zo'r, podvalda basseynlari bor, saunalari bor. Eng glavniysi, uyimiz полностью под ключ, mebellari bilan birga sotilyapti. Olgan odam mazza qilib yashaydi, ishoninglar. Biz hozir Ipakchi mahallasiga kelganmiz. Ipakchi Korzigadan to'g'ri tushib kelsanglar, shundoq yo'l yuzida joylashgan hovlimiz. Balkim kimgadir bu minusdir, kimgadir plusdir, lekin qulayligi rosa zo'r. Agar bu uyimizni sal bir 500-600 metr nariroqda bo'lganda, aniq bunaqa narx bo'lmas edi. Uyimizning narxi ham zo'r, joyi ham zo'r, sostaniyasi ham idealniy bo'lib turibdi. Qaranglar. Xo'p, давайте tez-tez tushuntirib ketaman. Bu yerda mana отдельный kiradigan eshik, bu yerda mashina olib kiradigan joy. Yozgi oshxonasi qilingan, o'tiradigan joy qilingan. Xonadonga mana shunday kirib ketsanglar bo'ladi yoki bu yerdan ham kirsa bo'ladi, qaranglar. Xo'p, bu yerda mashina olib kirasizlar, olib kirdinglar. Mana bu yerdan ham uyga kirib ketsanglar bo'ladi. И bu yerda podolga tushadigan zinasi bor. Uy ichidan ham podolga tushsanglar bo'ladi. Fasadlari travertin qilingan. Xullas zo'r uyimiz. Uyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Ipakchi mahallasidan hovli qidirib olib kelganlar uchun sizlarga idealniy variant. Tezda shu videoni tashlab jo'natib qo'yinglar. Bizda bo'lsa uy ichlarini obzorini boshlaymiz. Qaranglar, qanaqa akkuratniy xonadon. Remontlari juda ham свежий. Kirishimiz bilan bu yerda katta hol qismi bor, mehki zona qilingan. Juda ham sifatli remontlar qilingan. Почти hamma mebellar qo'yapti. Oshxonasini qaranglar. Hamma furnitura bo'lim qo'yilgan. Bilasizlar, eng zo'r furnituralardan bittasi. Oshxona ham kattagina, рабочий zonani qaranglar, ko'pligini. Texnikalar, hammasi xudo xohlasa qo'yapti. Birinchi etajda bizda bitta общий санузел bu yerda. Xo'p, bu yoq plan bo'yicha o'zi spalniya bo'lgan. Lekin yana bitta mana shunaqa stol zona qilib qo'yishgan. Qaysi tur mebellar qoladi, qaysi turlar ketadi. Uni xudo xohlasa kelganlarda o'zingizlar gaplashib olasizlar. Zal, menimcha, qolsa kerak mebellar полностью. Zal qismi ham katta qilingan. Pul tikilmaydigan xonadonlar har doim spros katta bo'lib kelgan. Bu xonadon ham shunaqalardan bittasi. Kirasizlar, yashaysizlar. Bir sim rasvod qilmaysizlar, xudo xohlasa. Hop, podval keladigan bo'lsa, podvalimizda basseynlari bor. Bu orqa hovli. Hozir birinchi, ikkinchi etajni ko'rib, keyin podvalga tushib ketamiz. Ikkinchi etajni ko'ramiz. Uy aytganimdek rosa ham uyutniy, akkuratniy, remontlari свежий. Yengidek bo'lib turibdi, qaranglar. Mana shunaqa koridor qilingan, katta. Planirovkasi zo'r. Давайте bu yerdan boshlaymiz. Birinchi ko'radigan xonamiz bu master spalni. Mebellari tayyor turibdi. Bu yerda qaranglar. Garderobi bor. Hozir ko'rsataman. Patloklari baland qilingan. Garderob va sanuzul bor. Zo'r. Qulaylik, komfort. Bu yerda детский spalni. Adashmasam shu mebellar ketadi. Uni kelganida o'zingizlar kelishib olasizlar, nimalar ketishi, nimalar qolishini. O'rtada bitta общий санузел. Bu yerda yana bitta spalni. Qaranglar, zo'r mebellar qilganlar. Konditsionerlar, texnikalar hammasi qo'yapti. Remontlar ham juda ham chiroyli, did bilan qilingan. Eng glavnisi juda ham sifatli uy. Bu yerda yana bitta spalni. Общий tepada 4 ta xona bo'lyapti. 4 ta spalni desak ham bo'ladi. Zo'r. Oynadan shundoq balkon. Ko'chaga qaragan. Gap bo'lishi mumkin emas. Videoni tezda tanishib jo'natib qo'yinglar. Biz sizlar bilan hozir podvalni ko'ramiz. Bunaqa hovlida yashasanglar, sizlarga darsga chiqish ham shart emas.
Mana shunaqa podvalda kattagina basseyn bor, qaranglar. Рабочий, ko'p ham ishlatilmagan, balkim даже yoqilmagandir ham. Bu yerda sanuzeli bor, saunasi bor. И podvalda ko'rib ketamiz. O'zidan tushirishi. Mana bu xonani qaranglar. Kotelnikni seryoznisi yig'ilgan. Va bu xonada endi praktik ishlatishar ekan. Hamma shu kiyim-kechaklar mana shu yuvib bemalol quritsalar bo'ladi. Bu yerda katta garderoblari bor ekan. Podval to'liq qilingan почти. Bu yerda endi холодный zona. Lekin podvalga gap bo'lishi mumkin emas.